Yaxshi so'z bola ruhiga qanday ta'sir qiladi? So'z oddiy tovushlar to'plamiga o'xshaydi, ammo aslida u inson miyasidagi eng kuchli quroldir. Kaliforniya universiteti tadqiqotlariga ko'ra, ota-onadan tez-tez iliq va ijobiy so'zlar eshitadigan bolalarda dopamin va serotonin darajasi oshadi. Bu gormonlar baxt, ishonch va tinchlik hissini shakllantiradi. Bir ona bor edi. Uning o'g'li matematikadan doim past baho olardi. Ko'pchilik dangasa bola derdi, ammo ona har safar unga qaraganida bir chiroyli so'z aytardi. Men senga ishonaman. Oradan yil o'tdi. O'sha bola sinfdagi eng a'lochi o'quvchilardan biriga aylandi. Chunki har kuni eshitadigan ishonch so'zi uning ruhiga, kuchiga, ongiga turtki bo'ldi. Aksincha, Lut universiteti Shvetsiya olimlari shuni aniqlagan: salbiy so'zlar sen uddalay olmaysan. Sendan foyda yo'q. Bolalarda stress gormoni kortizolni 60% ga oshiradi. Bu esa diqqatni o'rganish, qobiliyatni va ruhiy barqarorlikni pasaytiradi. Dunyoning ilg'or maktablarida, masalan, Finlandiyada o'qituvchilar tanqid o'rniga rag'batlantiruvchi tildan foydalanadilar. Bu usul bolalarning o'ziga ishonchini 40% ga oshirishi isbotlangan. Demak, savol tug'iladi. Har kuni farzandimizga aytayotgan so'zlar uni ruhlantiryaptimi yoki sindiryaptimi? Bugun shu savolga psixolog mutaxassis bilan birgalikda javob izlaymiz. Yaxshi so'z bola ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Bu savolga hozir tavsiyaviy javoblarimizni beramiz. So'z bu oddiy tovushlar yig'indisi deb oddiy qaraymiz, lekin ota-onalar tilidan chiqqan har bir so'z bolaning qalbida iz qoldiradi. Chunki bolani qalbi oppoq qog'oz kabidir. Ota-ona agar o'sha qog'ozga nimani chizadigan bo'lsa, bolani qalbi, ruhiyati shunday shakllanib qoladi. Bolajonim, sen buni uddalay olasan. Men senga ishonaman kabi so'zlaringiz farzandingizni ruhiy jihatdan kayfiyatini ko'taradi. Unda ishonch, o'ziga nisbatan qat'iyat paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Psixologlarimiz aytadiki, yaxshi so'zlar miya faoliyatini faollashtirar ekan. Bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi va unga o'sha stress darajasini kamaytirar ekan. Agar biz bolajonimizga yaxshi so'z bilan murojaat qiladigan bo'lsak, mana shu psixologlarimiz aytganidek, bolalarimiz, bizning farzandlarimiz erkin o'ziga ishonch bilan, qat'iyat bilan tarbiyalanadi. Agar biz unga sen o'xshata olmading, seni o'rtog'ing sendan o'tib ketyapti, sen mana shu jihatdan noto'g'ri harakat qilding deb murojaat qiladigan bo'lsak, bolani psixologik jihatdan unga ruhiga ta'sir qilgan bo'lamiz. Bolamiz to'xtaydi, rivojlanishdan to'xtaydi. Har bir o'rtoqlaridan orqada qolayotgan shaxs sifatida his qila boshlaydi-da. Hurmatli ota-onalar, bolalarimiz qanchalik yosh bo'lsa, so'zning ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi. Uning dunyoni idrok etishi ko'p jihatdan sizning so'zlaringiz orqali shakllanadi. Agar biz bolajonlarimizni aqllisan, donosan, mehribonsan, tashabbuskorsan deb tarbiyalaydigan bo'lsak, u aynan ana shunday shaxs bo'lib yetishishga harakat qilar ekan. O'sha maktabga kuzatayotganimizda ham, bog'chaga kuzatayotganimizda ham ulardan iliq so'zlarimizni ayamaylik. Yaxshi borib kel bolajonim, bugun sendan yaxshi natijalar kutaman. Sen buni uddalaysan, senga men ishonaman deb unga ishonch beraylik. Uni agar har kuni bolajonimizga ertalabdan kechgacha motivatsion so'zlarni beradigan bo'lsak, ularni rag'batlantiradigan bo'lsak, albatta bizning bolajonlarimiz buyuk shaxslar, ya'ni yetuk shaxslar bo'lib yetishishga, shakllanishga harakat qiladi, rivojlanishga harakat qiladi. Bolalarimizni o'sha oldida turgan qiyinchiliklarda ham, murakkab vaziyatlarda ham biz ota-ona sifatida ularni qo'llab quvvatlaylik. Xulosa qilganimizda, o'yinchoq bu qo'lni band qiladigan bo'lsa, ota-ona tomonidan aytilgan yaxshi so'z esa bolaning qalbini band qiladi. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, bu sizning iliq so'zingiz farzandingizga bergan ishonchingiz, ularga bergan mehringiz hisoblanadi.